Xullas, og'alar, bitta sporniy вопрос bo'lyapti. Qaysi davlatni aktivi kuchli Instagramda deb aytaman. Men O'zbekistonniki deyapman. Maqsad akam aytayotdilar, Qirg'izistonniki deyaptilar. Ma'mo akamiz aytayotdilar, yo'q, Qozog'iston yorvoradi deyaptilar. Bitta полный gaz. Xullas, hozir aniqlaymiz. Maqsad akam Qirg'izistondan mashinalarni olib keldilar. Bu akamiz Qozog'istondan keldilar. Bu endi men o'zimning mashinam O'zbekiston. Akamdan qilamiz, agar rozi bo'lsanglar. Kim o'zbek bo'lsa, mana shu videoga like bosinglar. Shu o'zbeklarni aktivini shu yerdan bilib olamiz. Hop, Qirg'izistonni bayrog'ini qo'yib kommentariy yozinglar. Qozog'iston bo'lsa, repost tugmasi bor. O'sha repostni bossanglar, kimma aktivi kuchli. Lekin O'zbekiston yutadi baribir, aka. Qozog'iston yutadi. Inshaalloh, xullas. Hammamiz qardashimizni inshaalloh tuning house-ga mashinalarni olib kelsanglar, doda qilib tuning qilib beramiz. Gazni bosamiz, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, olg'a.